Yo, bismillahirrohmanirrohim. E'tiborli bo'lamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Ikkita ditchi, ya'ni echki. 40 kilo tovuq. Buni chiroyligina qilib tabaka qilamiz. Buni chiroyligina qilib ajabsanda qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bilasizlar, bayram yaqinlashyapti. Bayramona zo'r taom обязательно har bir xonadonimizga qilamiz. Xohlasalaringiz o'rganib olishlaringiz mumkin. Uy sharoitida ajabsandan qanday tayyorlashdi. Qani ketdik. Ko'rib turgan go'shtlarimizni cho'tka qilib maydaladik. Bitta go'sht maydalashimizga bitta baho berasizlar. Endi buni marinovka qilamiz. Bizga kerak bo'ladi обязательно tuz, bakalashkaga suv, ziravorlar to'plami. Buni aytishaniga yozib qo'yaman, qanaqa ziravorlar kerak bo'lishini. Bir boshdan bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Bu nimaga kerak degan vaqtlaringizga o'z ko'rasizlar, nima uchun kerakligini. Go'shtimizga sepib turamiz, tuzni o'ziga olishi uchun bu. Mana shu yergacha videoni ko'rdingiz. Rahmat, bo'ringizga shukur. 42 kilo go'shtimiz marinovka qildik. Ichki go'shti va 40 kilo tovuq go'shtini. Xudo xolasa buni jumani o'qib kelgandan keyin chiroyligina qilib pishirib, uni ham отдельно qilib yana qo'yamiz. Joylar sog' bo'lsin, charchamanglar, bizani kuzatishga davom eting. Bitta podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqib qo'ymasin va yurakchani qizortirish.